Ne buldunuz? Gülende, neymiş kışıqlaysız? Bugün degan to'yimiz bo'lgan qutlug' kun tursa, neymişqa qayg'ursiz? Mana yo'qliq bo'lganingizdan pushaymon qilyapsiz ya. Navruz, nimalar deydigansiz? Men xushal bo'layapman bu. Ko'nglimni nimishqa tushunmaydigansiz? Yig'lamang Gülende. Ko'zingizdan yosh oqsa men bek beyoron bo'ladi ekanman. Bu ömrümde gözümden akkan yaşla zeykeşteki sudan mı köp, muzdağdaki kardan mı soğuk ketken. Fakat muşqitimla bəxt toyğusudan özümden tutup alanmay kılıvadım. Allah'a qandaq teşekkür etişimni mi bilemeyevadım. O mendek bir sergerdan kızını illik ailege eriştirdi. Navruz, bana rastala köynamsiz. Meni rastala мәңгі söyüp muhafizat kılalamsız. Şunda qılalayman. Allah'a qasam qilib berayki, mayli qandaqla ish yuz berishidan qat'iy nazar, sizni o'z jinimdimi bakarak azizlayman. O'zim o'lib ketadigan ish bo'lsa-mu, sizni qilcha uvalchilikdan uzmayman. Alsanızını üşütmesiniz-chi. Bugünden başlap sizning ayolınız boldum. Siz canımni qutqizib qolgan. Şuna barlig'im sizga mansub bo'ldi. Meni hayvonning o'rnida ishlasangizmi? Ursangizmi? Tillasangizmi? Ben razı Navruz. Yengcan, bu yerda turayotganimizga 2 osh pishim vaqt bo'lib qoldi. Biz chekinadigan chaqda yangon qaygi degan gapim esingdimi? Siz Sharq iqlim boturlariga shijoat yarhamat, qaytib yo'llar bosh ko'tarib bir kun bu tomon degan edingiz. Aslida bir ish qoidali qo'ldan ketgan yerlarni qaytarib olalaymiz-ku deb ekanman. Lekin hozir bu yerda amalsiz qilib Tahir shahri tarafga talmurib qarab turishga majbur bo'layapman. O'z vaqtida ozodlik armiyani putirab turolmaydi deb ekanmiz. O'ylamagan yerdan ular vaziyatni tezlik muqimlashtirib oldi. Bizdan qaysi ishni ketkizib qo'yganimizni bilasan. Biz umidni bir ayolga bog'lab qo'ymasak bo'pti ekan. Mana endi planimiz ishga oshmayli qolmasdan u ayol o'zi patqoqib ketib qoldi. Bir chorvachiga tegishga majbur bo'lib qattiq uvalchilik tortdi. Kichik oyim. Merveri, zibuzunatlarımni sen o'g'irlagan o'xshamaysan. Yo'q. Sen hujramga kirgandan keyinla marjinim yo'qolib ketdi. Sen olmasang kim oladi? Men sizlarning zibuzunatlarini o'g'irlamadim. Kichik oyim, bu qiz Moni begimning uyda turayotganiga uzun bo'ldi. U azaldan bundaq noshayan ishni qilib boqmagan. Kichik oyim, men bu Merveriga guvochi bo'la olmayman. Bu qiz intayin pok. Ko'zimda yo'qol. Tegib qo'y.
Marjinim senden chiqib qoladigan bo'lsa, teyrangni pattir so'yman. Kichik oyim, sunak neyni desib etmisizlar. Nimanchi qo'rqsan? Bunimi begimning narsalari orasidan o'g'irlab olgansan aqacha? Buni o'g'irlamadim. Kichik oyim. Bu so'ngaknay, bu qizning dadasidan qolgan birdan-bir tabarruk. Bu uning jeni. Kichik oyim, bu so'ngaknayni uningga qaytirib bersizlar. Avval begimdan so'rab baqay. Kichik oyim, xo'sh bo'p qolay. Buni menga qaytirib bersizlar. Meni 10 yoshimda setib etgan. Mening bundan boshqa hech nimam yo'q. Yana buning bilan akamni topmasam bo'lmaydi, texi. Akangni? O hozir hayotmi yo'q buni bilmayman. Biroq uni mushuning bilan topa olayman. Kichik oyim. Sen selib qarab baxmamdılar. Bu çarvıçılar işletadigan odatdagi bir narsa. Begimdek esilzod odamlar bundaq narsani ishlatsinmi? Buni uningga qaytirib bergaylar. Bu razginayni jiningdek aytvorlab ketding-ku. Qashqarga mol epkagili ketib qilib, to'y ma'rakalarga qatnashamay qoldim. Bu oz bosmi ko'nglim. Qabul qilgaysizlar. Qani. Rahmat sizga. Arzimaydi. Bak ayıp ketibsiz Sabir. Bu esil soğuğutunuzni ko'rib, xijil bo'lib ketyapman. Butun tahar xalqi sizning mushundaq go'zal qiz bilan to'y qilib olganingizdan xushal bo'lyapti. Turmushinglar lazzatli o'tgan. Bu yog'li haqiqatan chiroyli ekan. Ozod bo'lgandan keyin Qashqarning bozorlari odamning ko'zini chaqnatayotgandek ovotlashib ketibdi. Bu qitim nurg'un yaxshi mollarni etkeldi. Qandaq mollar bor ekan? Meningmi ko'rib kelgim kelyapti. Bo'ladi. Nima yarisa, pulning ko'ziga qaramay tanlayvering. Siz yoqtiradigan ish bo'lsa, nimani xohlasangiz ep beraman. Navruz, haqiqatan kuyimchan yaxshi ekan-jimo. Sizmi to'ydan keyin burunqidimmi chiroyli bo'lib ketibsiz. Mushundaq chaqdimi chaqchaq qilamsiz? Plan bo'yicha bugun masjid oldidagi maydonda maloikaning mukofotini qabul qilib, taharning qaytirib ilinganligini tabriklaydigan kun edi. Biroq hozir bir chorvachining xudini o'tirdim. Bu nima degan sakchilik a? Biz mo'jiz kuchidoq. Lekin ozod armiya bek hiylagar kelib qoldi. Quruq bahona deb o'zimizni baslab o'tirsak bo'lmaydi. Sabir, hozir cho'ng bir ovarchilik paydo bo'ldi. Qanday qavarchilik? Gülandamning yo'qolib ketgan Amir ismli bir aksi bor ekan. U ozodlik armiyaga qatnashibdi. Hozir taharda ekan. Yon payjonning qo'l ostidagilar ichida Amir ismli biraz yo'q edi. Buni oqshom texi to'yda uqdim. Tafsiliy ahvolni tekshirishga tex ulguramadim. Texmi qo'rqinchli yeri shuki. Ularning munosabati oddiy oqsonlik munosabatda qilmaydi. U menga qaraganda ko'zlari go'yo o'tdek yenib ketdi. O sizni tanıyaladım. U ismimdan bilib oldi bo'g'ay. Amirning paydo bo'lib qolishini boldiroq bilgan bo'lsam, Navruzdek ahmoqqa tegib yurmay. Xanjarni bevosita Yangwang Xayning yurigiga urmasmidi. Darhol maloika bilan aloqalashib, burunqi ahvolni uqamsam bo'lmag'idek. Unda qilmasam, bir tafsilot xato bo'lib qolsa, butkul planimiz yo'q chiqadi. Qashqar tarafdagi ahvol qandayroq ekan? Aksel inqilob to'planib qat'iy talto'kis tinchitish to'g'risidagi materiallar har qaysi tarmoqlarga tarqatilibdi. Tayinjonning haqiqatga qaytgan qismlariga tarbiya kuchaytirilib, har kuni siyosiy dars o'tilib, vaziyatni aniq tunish, to'planchilarga nisbatan qilchi xam xiyolda bo'lmaslik talab qilinib o'tibdi. So'zlamayli qo'ying. Yana shu gaplar. Men ularning tafsiliy loyihasi kerak. Qanchalik askar avatadigan, qachon harakatlanadigan. Ozodlik armiya Xanyingjondanmi qattiq ehtiyot qilib o'tibdi. Hech nimani aytib bermabdi. Shunga u bu jatga axborotni qo'lga tushiramabdi. Hozir amalni qilib o'tibdi. Oy, yaramaslar.
To'shaqxonadagi Shoyman. Shoymanning aytishicha, u muvofiq o'rni chorlab chiqibdi. To'g cho'qqisi bir qadar xatarlik ekan. Chunki bultur bir qitim tog' go'mirilib tushib, tog' cho'qqisidan dumalab tushgan qo'ram toshlar yo'lning yerimini uzib tashlabdi ekan. Portlatqichlarni shu yerga ko'msak pek ishonchlik bo'ldi, lekin shunchalar ko'p portlatqichlarni u yerga to'shib olishning o'zi oson ish emas. Hozir ozodlik armiyaning tekshirishi bek qattiq bo'lib ketdi. Bu ish tez kuchaymikan. Tez bo'lsa qilmasak bo'lmaydi. Bu yo'l sharq bilan g'arbni tutashtiradigan qatnash tuguni. Shundaqla Pamir egizligining jon tomiri. Janubiy Shinjongni kontrol qilishimizda intayin muhim ahamiyatga ega. To'planchilarni ko'zda tutmagan taqdirdami, bu yo'lni uzib tashlamasak bo'lmaydi. Bu Malaikaning bayilib ko'rsatmasi. U bizga xonva harakatini tez suratda o'rinlash to'g'riliq buyruq tushirdi. Bu yerda odam ko'p. Doim kelishga qolaysiz. Şunu bugün kecha Rossiyani Navruzning o'ylisining yenidagi daraxtzorlikqa olib bering. U yerda bir koni uy bor. Undaqda Amirni qanday qilasiz? Ahvol qarab ish ko'rmamdiman. Amir harbiy forma kiyvog'ini bilan uning Navruzdan hech qanday farqi yo'q. Bundaq odamga taqabul turishda birla amal bor. U bosimi bir tarafdan ozdirib, bir tarafdan foydalanish. Amir yaraydı cuma. Ona ait hayret etken. Boşu hayretini cengi işletilgan bolsa, uruş kahramanı bulalışlı gap yok. Ular qalbidagi boji o'tba. Biz cho'qim bir amal qilib, bu o'tni dal joyiga tutashtirsak bo'ladi. Hayja! Hayja! Ha. Tanda telegramma kelibdi. Yaxshi. Bek yaxshi bo'ldi. Navruz? Dada. Ana, qaytib kelibsizlar-ku? Yo'lda Xonbanjon uchrab qoldi. U bugun vazifa bor. Shahardan ati chiqqanlar deb qaytirib o'tdi. Qanday vazifa bor ekan? Bugun nimish shahardan chiqamaydi ekan? Buni aytib bermadi. Bumi yaxshi bo'ldi. Yana bir kun birga turib oladigan bo'ldik. Amasi narsa keraklarni darhol tushiringlar. Bu zot qanday ish? Ozodlik armiyasilardan gumonlanib qolgan o'xshamamdi. Bizni emas. Shahardan chiqadiganlarning hammasini qaytirib o'tdi. Tor hozir kirmak bor, chiqmoq yo'q degan gap. Qaraganda harbiy holat yurgizgan o'xshaydi. Men sabrni topay. U darhol lochinni tepib ahvolni aniqlab chiqsin. Lochin biladigan ish bo'lsa, men uqtirmay qolmaydi. Biroq bu ishni bir odamdan o'qish baxsam bo'ladi. Amir! Gül so'rish uchun daryo bo'yib keldingizmi? Bu gulni deb qanchalik azob, til ohanatga qolganligimni bilamsiz. Men to'y qilgandim bu ham.
Her vaqt, her soat sizni eslab turyotaman. Biroq men nimalar degan bilan Navruzning xotini. Qanchalik pushaymon qilsammi, azoblansam chidamay ilojim yo'q. Qishingizda sizni yo'qlab kelamagashga, butun sig'inishimni mushu gulga atab kelyapman. Biroq Navruz bu gulni sizga o'xshatib buning o'shib qoldi. Hatto bir qancha qitim buni yulib o'tmoqchi bo'ldi. Nevruz nemişki bunda qiladi? Bir ateşlek gül östürüşünüzge mi yol koymamdı ki? Bo'ldi, endi qaytib ketinglar, yo'lda ehtiyot qilinglar. Muallim, xo'sh. Xo'sh. Qo'y. U Qashqarg'i dadam bilan onamni uzitib qo'yib, qaytib kelibla yo'liga qarab o'ltirganimni ko'rib, darg'azabga keldi. Meni sharmanda deb tillab ketdi. Bu sizni mushundaq zaharxandalik bilan tilladim ki, hozirla uni topaman. Amir, bosingiz bo'lmaydi. Bama. Biz pok emasmi? Hech qanday noshayan ish qilmadik. Hozir uning oldiga berib ayblasangiz, bu ishni aniq tushuntirib berolmay qolamiz. Mening boshqalarning nafratiga qo'g'im yo'q. Sizdan o'tinib qolay. Meni rostla yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, meni tanlikda qo'ymang. Acaba bir ömür mushundaq o'tasizmi? Bo'g'liq bo'ldi. Boshqa chora yo'q. Amir, bu ko'ngilsiz ishlarni tilga olmayli. Sizdan bir ishni so'rab baqay. Huangdanjang ota-onamni nimishqa shahardan chiqib qo'ymaydi? Ularni qaytarib etgan ekan. Ular kelibla ozodlik armiya bizni tutib qoladigan o'xshaydi deb qo'rqib ketibdi. Bu tutib qolganlik emas. Oqshomlik to'planma tinchituvchi qism Tahardan o'tmoqchi. Yuqoridan qattiq ehtiyot qilishni, hech qanday savallik ko'rilib qolmaslikni buyurgan. Ha? Nima bo'ldingiz? Ha? Hech nima. Harbiy qismning gapini anglasamlar, meni vahima bosadi. Yana urushib qilishidan qo'rqaman. U manzara nima degan qo'rqinchliq. Xotirjam bo'ling. Bu yerga hech qanday ta'sir bo'lmaydi. Bu ishni hech kimga aytmang. Ota-onangiz atirib ketadi. Endi xotirjam bo'ldim. Rahmat sizga. Gülanda. Men maqay. Bizga yana bir qancha kun vaqt bergan taqdirdami, qon va planni o'rlab bo'lamaymiz. Uning ustiga ularning harakati bekli tuyuqsiz o'tib ketdi. Oldirmay ish ko'raylik, fursat o'p qola. Gülendan, siz yanıdan to'y qildingiz. O'zingizni xo'shal tuting. Payja, Lüfang, bir ish bormidi? sizga bir ishni doklad qilmoqchi edim. Ha. Payja, amsa biz mayli. Bo'ladi. Biz uyga kirib boraylik. Bugun o'quvchilarimni uyga olib ketib o'tib, Amirning daryo bo'yida Gulandan bilan bilib turganligini ko'rib qoldim. Dastlabda buning karay tichaqliq azodlik armiya jangchisi puhralar bilan uchrashib qolganda o'zaro paranglashib qo'yishi nayt normal ahvolga deb qaradim, lekin keyin qarasam, ularning munosabati bek yaqinda qiladi. Odatdagi armiya xalq munosabatida qilmaydi. O'ltiring. Bu tahlilingiz nayt to'g'ri. Amir Gulandamning ayrilib ketganiga uzoq yillar bo'lgan aksi ekan. Biroq oddiyla aksining munosabati emas o'xshaydi. Ular kichigida nurg'un jafo mushaqqatni billa boshdan kechiribdi ekan. Keyin ariz ularni ayirib o'tibdi ekan.
Bu qitim ular ming bir mushaqqatda qayta jam bo'lganda Gülendan boshqalarning xotini bo'lib qoldi emasmi? Shunga ko'nglining cho'nqir qetiga o'rnab ketgan hissiyot bilan bu rahimsiz reallik Amirni qattiq azobga solib qo'ydi. Aslida ular o'rtasida mundaq kechirmishlar bor ekanda. Shundoq. Bu munosabat yaxshi hal qilinmasa, armiya xalq ittifoqligiga ta'sir yetib qoladi. Bu to'g'riliq Amir bilan bir qancha qitim so'zlashdim. Lekin hissiyot masalasida chavak bir qo'ldan chiqmaydi. Shunga har ikki tarafga xizmat qilishimizga to'g'ri keladi. Siz Gülendan bilan xeyli yaqin o'tisiz. Shundaqla sizmi qiz bola? Ba'zi gaplarni desangiz, qulayliqroq bo'ladi. Shunga uning bilan so'zlashib bering. Bo'ladi. Gülendan. Uyda odam bormi? Yufan. Gülendan uyda borgansizda. Bu gülni tünögün daryo bo'yida unutib qoptikansiz. Men ip keldim. Rahmat sizga. Arzimaydi. Nim bo'ldingiz? Balkim meni yaxshi ayol emaskan. Navruzga yotliq bo'lgan turg'uliq yana boshqa erni yaxshi ko'radi ekan deb o'ylab qolgansiz. Hozir o'z vaqtida o'limdan qutulib qolganimdan nafratlanib o'tdim. Agar o'lib ketgan bo'lsam, bu ishlarmi yuz bermagan bo'lardi. Bundaq o'ylamang. Men bu ayol kishi muhabbatning azobli bo'lganligini bilaman. Amir ishqinglarning bundaq hijron azobini tortishinglar ayni yillardagi ansiz zaman sababchi bo'lgan. Taqdir bizni qoldirlatmagan bo'lsa, men Amir bilan billa bo'lgan bo'lardim. Qushqa aynib ketgan taqdirdimi? Amir bilan billa parvoz qilardim. Biroq siz hozir Navruzning ayoli. Unimi o'ylab qo'ydingizmi? To'yingiz bo'lgan kuni uning yotliq bo'lganingiz uchun o'zingizni nihoyat baxtli his qilganligingizni aytgan edingiz. Uni o'ylasamla, ko'nglim texmi yerim bo'ladi. Chunki u meni jasad dövsidan qutuldirib chiqqan. Uning bu shafqatiga javob qaytarmasam bo'lmaydi-da. Lekin Amir bilan qayta uchrashgandan keyin minnatdorlik bilan muhabbatning bir ish emasligini tushunib yetdim. Lekin bundaq ketaversangiz bo'lmaydi. Uning ustiga ozodlik armiyaning intizomi bor. Undaqda qanday qilsam bo'ladi? Birla chora bor. U bo'lsa-mu uyingizni obdan tutish. Qur'on Karimida har bir odamning nikoh ishi Allohning irodasi bo'yicha bo'ladi deyilgan. Shunga bir-biringlarni qadrlashinglar kerak. Navruz gunohsiz. U sizni chin dilidan suyadi. Shunga Amirni burunqidagilar aka o'rinda ko'rishingiz kerak. Biroq Amir bilan orliqimiz shundoq yaqin turibmi ko'rishamisak? Hatto bir og'iz gaplashishga ruxsat qilmay gumonlab yuradi ekansizlar. Sizlar ozodlik armiya bek toshir ekansizlar. Men sizlarning insoninglarni tushunmayman. Faqatla o'zimning dunyodagi eng baxtsiz ayol ekanligimni bilaman. Bundaq bir jup qo'shmoqlarni ayirib o'tadigan ishni qilmoq bek taskan. Gülandamning yig'lig'ini ko'rib ichim bek serilib ketdi. Boshqa chora yo'q. Bu masalani hal qilishning birdan bir chorasi shu. Yo'q. Bu tezda unumini ko'radigan ish emas. Savrchan bo'lishimiz kerak. Qarasam, Gülandam Xanzu tilidagi orliq yaqin turibmi ko'rishamaslik degan iborani biladi ekan. Ha?
Sen kim? Mening uyimda nima ish qilyapsan? Kimkin debdi men texe. Aslida cho'nqa qisganda. Ha, ochig'in zimonda qiyaman. Quruq gapingni qo'y. Seni kim kirsin dedi? Hozir degan Moni begimning zamoni bo'lmasa, bu uy kirishkimi boshqalarning tasdiqi kerakmikan? Qaraganda cho'nxon qiz Taharning ahvolini bilmaydigan o'xshaysizda. Qaysi ahvolni? Uyim nima ishga bundoq bo'lib ketadi? Ota-onam qani? Bu uyga xizmatkorlar ne ketdi? Ozodlik armiya ularni majburiy ketkizatdi. Uyinglardagi narsalarni talon-taroj qildi. Bu uyni musodir qildi. Ular nima ishga bundoq qiladi ekan? Moni begim azguchisining tava bo'lganligi uchun bo'lmamdi. Ularning so'z bilan aytganda, Moni begim fuqarolarning qanini sho'rab, xalqning yiligini ichgan zo'migan. Shuni yo'qitib, mol-mulkini umumni qilitish kerak. Joylama. He? Bu mening gapim emas, shuma ozodlik armiyaning gapi. Bichara Moni begimning bir umr topgan taginidan bu shunchalik narsa qopdi. Shunga bularni mening saqlab qo'ygunim tuzuk. Tushundim. Sen nomussiz o'g'ri. Beshimizga kun tushgan fursatdan foydalanib narsalarimizni o'g'irlay debsan-da, Allohning jazosidan qo'rqmamsan. Cho'nqon qiz, haqiqatan aqlli ekansiz. Biroq sizga deb qo'yay. Dadingiz ozodlik armiya bilan qarshilashib, Gominan bilan chet el qochib ketdi. U aksil inqilobchi. Siz bo'lsangiz aksil inqilobchining qizi. Sizni pash qilib qo'ydigan bo'lsam, ozodlik armiya sizni darhol itiydi. Bunchalik pulga jiningizni setib olsangiz arziman ekan? Ko'zimda yo'qol. Yo'qol. Boya bir ayolning bozordan ot chaptirib kelayotganligini ko'rdim. Qarasam bu yerlik emasdek qiladi. Ha, aynani da'vatamsiz. Uni ham men ko'rdim. U degan hammaga dong chiqqan soyib Jamoldan, ha? Aniqroq ayting, u zodi kim? Nima ish qiladi? O Moni begimning orzuli qizi. Bundan 3 yil ilgari Viggo Stevenni tanishtirish bilan Angliyaga o'qishga ketgan. Chet elning tuz tomog'ini yegan odam rostla boshqacha bo'ladi ekan. U texmo chiroyli bo'lib ketibdi. Bu cho'nqon qiz intayin haqov. Hech kimni ko'zga ilmaydi. Bir qatam Qashqardan kelgan bir amaldor uni tomoq taklif qilmoqchi bo'lib ekan. U uningga 100 xotirim qilmoqda emasmi? Uni o'ldirib deyli. Nima dedingiz? Aynani o'ldirib deyli. Nima uchun? Bizning harakatimiz Taharda oqoqning umutsizligiga uchrab, ozodlik armiya Taharda bo'lgan sir mustahkam put tashlab turyotdi. Ular Navruzdek irodasi kuchli odamni tatib ketdi. Xonva harakati hozirgacha amalga oshmadi. To'polon ko'targan qo'shin ig'ir ziyonga uchirdi. Maloika buningdan noyta g'azablanib, meni qattiq tiladi. Aynaning paydo bo'lishi biz uchun tepilg'isiz yaxshi fursat. Imom xonim, bu soatni o'zlariga ag'ish kelgan edim. Qabul qilg'aylar. Ayna, rahmat sizga. Menga aytib asili bo'pti ekan. Taharda zodi nima ish yuz berdi? Ozodlik armiya nima uchun dadamni majburlab ketkizib yetdi? Ular hozir qayerda? Dadangizni ozodlik armiya ketkizatmadi, balki Majanjang majbur ep ketdi. Majanjang? Ha. Majanjang degan kim? U Gomindangning yingjangi. Siz chet elga chiqib ketgandan keyin Taharga almishib kelgan. 2 oyning oldida ozodlik armiya Taharga yurish qilganda, u kuch yetmasligiga ko'z yetib, Tahardan chekinib ketdi. Hamda ota-onangizni birga ep ketdi. Ozodlik armiya Taharga kelgandan keyin oilanglarning hech qanday narsaga chekilmadi. Shundaqla yana hamma joyda fuqarolarning manfaatini ko'zladi. Ular Gomindangga tamamen o'xshamaydigan yaxshi qo'shin ekan. Peyjang Yangguangxay hurmatga loyiq odam ekan. Mana buni ko'rib baqsangizlar, bilasiz. Hujjat. Moni apandining 1000 yuan qimmatidagi oshliq va o't cho'pini qarz etib turdik. Yangguangxay. Bakri, bir ishingiz bormi? Teshqimo imom xonim. Siz oyina bo'lamsiz? Imom xonim, u kim? U bizning muavin hokimimiz. Sizni ogohlantirib qo'yay. Siz aksiyachi Charudarning qizi. Hukumat va xalqning nazorati va o'zgartishini yavaşlik bilan qabul qilishingiz kerak.
Acaba siz hukumatga vakillik qila olamsiz? Haddingizdan oshmang. Uni tutinglar. Aynani nima uchun tutsizlar? O aksiyachi chorvadarning qizi. Targ'i cho'qim yoshirin maqsad bilan kelgan. Gap qilganda dalil isbotingiz bo'lishi kerak. Ayna chet elki bayashat turmushini tashlab vatanga qaytib kelgan tursa, qandaqmi yushirin maqsadi bor degili bo'lsin. Uning gaplariga aldinib qolmang. Hozir Tarning vaziyati nihoyat murakkab. Men uni so'roq qilishga butunlay huquqliq. Uni bog'langlar. To'xtanglar. Nima ish bu? Yangpayjon, sizga doklad qilay deb turatdim. U aksiyachi chorvador Monining qizi. Siz Yangpayjon bo'lamsiz? Shundoq. Men shu. Meni tutqili keldingizmi yoki qo'yib bergilimi? Aynaxon qiz. Arada uqishmaslik qopti. Men sizga tushuntiray. Tushuntirmasangiz bo'ladi. Savolimga javob bersangiz bo'ldi. Qo'yinglar. Bu xizmatni men ishlamaydigman. Har qatim ishimga aralashib turib olasiz. Hamma ishda sizning gapingiz hisob bo'lsa, undaqdan oila hukumatni amaldan qoldirib eting. Men ishlamayman. Nima? Ozroq qiyinchilikqa duch keliblar yetib olmoqchimisiz? Sizning xizmat usulingiz mushundaqmidi? Hech tushunamadim. Oynani nimishga qo'yib berasiz? Tushunamidingizmi? Ayna chet eldan qaytib, yangi Jongoga keldi. Uning bizga bo'lgan qarashi haqiqatan bak muhim. Hozir davlatimiz igilik tiklash bosqichida turyapti. Odamdan foydalanishni bilsak bo'ladi. Shuni uni qo'lga keltirishimiz kerak. Lekin uning dadisi Majanjon bilan birga qochib ketgan tursa, u sinfga dushman bo'lmay nima? Bundaq desangiz bo'lmaydi. Agar uni ketishga majburlamagan bo'lsa, u o'z yurtini tashlab sarson bo'lib yuradimi? U Majanjon qoral tanab qistab turayotgan sharoitda ketishga majbur bo'lgan. U nimishga qarshilik ko'rsatmaydi. Majanjon bilan elishsa bo'ladi-ku. Meningcha masala undaq oddiy emas. Agar imkoniyat bo'lsa, hamma odamning yashag'isi keladi. Monining hayot yashash huquqi bor. Yangpayjon, siz Moni uchun gap qilyapsiz-ku. Biz degan xalqning hukumati bu mushuklar sinf uchun xizmat qiladigan yomon emas. Men uning uchun gap qilayotganim yo'q. Balki Monining oilasi biz qo'lga keltirishga tegishli bir kuch. Uni dushman tarafga chiqarsak bo'lmaydi. Siz degan bir hokim, sizda umumliq qarshi bo'lishi, umumliqni ko'zlashingiz kerak. Sizni gapni yang'amigidekman. Yangpayjon, haq masalasini bir chetga qarab qo'yaylik. Aynadan ancha cho'ng umid kutibmi ketmang. Bu bizning qanday usul qo'llanishimizga bog'liq. Mana. Benja, bunday qilsa bo'ladimi? Mening til eshitganim yo'q. Kimsin tillaydi ekan? Men Benjam. Bu degan bo'yliq. Bora. Talat kim bor? Voy, kira. Liufang. Liufang, men bir parcha she'r yozgan edim. Ko'rib baqsangiz bo'pti ekan. Sen texi she'r yoza olamsan. Bizning payda Benjaning adabiy talanti eng yuqori. She'r nazm yozishga pek usta. Xatni nihoyat chiroyli yozadi. Sen uni izlasang to'g'ri bo'ladi. Ancha-muncha maktab ko'rgani uchun o'ziga bek tamanno qo'ydi ekan. Haqiqatan bir gapni so'rab qo'ysam, takki berib qo'ydi shu. Odamlar o'yin tushirib. U sana shuncha ko'p bilim o'rgatyapsa, yana g'aybatni qilyapsan-ku. Tozalama bir. Bo'ldi, gap qilmay. She'rimni sizga o'qib beray-a? Qani o'qi. Chaqnar to'lin ay, ko'kda oq bulut. Qari qurum teg'ini qaplabdi oqqar. Jangovar qo'shinda o'ssimu yoshlik. Go'zallik vujudingdan xushpurak chachar. Sho'jefang. Bu she'rni zodi kim yozdi? Men yozdim. Mumkin emas. Jefam, boshqa ish yo'q. Bo'ldi. Sizlar paranglashaveringlar. Liufang, xalpima. Amaliyotda
Renbencan sizni haqiqatan yaxshi ko'rdi. Menimcha ikkinglarmi bir-biringlarga bekim mos kelasizlar. Boshdatki iliq senmi bo'lmagan bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Nima deb jo'ylayapsiz? U degan Navra akam. Ha? Sizlar undaq emasmi? Bek yaxshi bo'ldi. Renbencan bu gapni anglasa, xo'sh bo'lib ketadigan bo'ldi. Sho'jefan, bu ikkimizning da maqta etdi. Hargiz Rinbanjanga aytib qo'ymadimi? Ha. Tushundim. Uni davomli sinab boqay debsiz-da, ha? Nima? Kimni kim sinaydi ekan? Yanpayjon, Tayjon. hech ish yo'q. Mundaq qilib paranglashib shundaq-ku. Ha. Hoy, jigili bo'lmaydigan gapkanda. Bo'ptimisa so'ramay. Har ishkilonlar bor ekansizlar. Men mehmon chaqirmoqchi. Kimni chaqirmoqchi? Ayinani. Ishkilonlar darhol oshpazlar baniga berib, Lavjonga yordamlashib beringlar. Bunda qilib nim gap bu? Oldida tahdid sep qo'yib, endi yolg'ondan ko'nglimni yasmoqchiman. Men bir qiz bola, bunchalar qilib ketishga arzimayman. Yanpayjonga deb qo'ying, ziyofatga bag'im yo'q. Ayinaxon qiz, Taharga kelibla o'qishmaslik sababidan azariyib qoldingiz. Ko'nglingizga bu tugun damalliq yeshilmasligi mumkin. Yana bir uvalchilik tatib qilishingizni ansirsangiz, boshqa joyda o'ltirsak ham bo'ladi. Siz qiz bola emasmi? Ko'nglingizni tushunaman. Odamni bundaq kamsitmang. Men undaq chakkan odamlardan emas. Qiz bola bo'lsam nima bo'pti? Yevropada o'zim yolg'iz yurib, ne ishlarni ko'rganman. Yangon haydek bir odatki payjon qanchalik odam edi? Uningda qo'rqam ekanman. Men uni nazarimga og'a yerimmi yo'q dehay. Nayt shijoatli qizgansiz. Undaqda bu taklifnomani Bormayman dedim-ku, bormayman. O'ylish shajasiz. Ayinaxon qiz, o'zgacha mijozingiz bor ekan. Agar bormayman deb turibsiz, zo'rlamayman. Biroq Yanpayjon sizga tojiklarning mundaq bir tamsilini yetkazib qo'yishimda topilgan edi. Odam degan kalidek hamoqat bo'lmasligi, shundaqli qo'tazdek joyilim bo'lmasligi kerak. Siz bu Yanpayjonga yetkazib qo'ying. Bu amali qarg'a yarmagan bo'lsa, boshqa taktika qo'llansami bo'ladi. Amisi men mangay. Ayin akamisi, qo'rmalarni yana qo'rayveramdiq yo'q. Nima ish qo'rmaydi ekanmiz? Qo'rayveramiz. Mehmon chaqirgan ekanmiz, samimiy bo'lishimiz kerak. Biroq bu kamisi samimiyatimizni kim ko'rdi? Bu cho'nxan qizningki bir qaltis cho'nkan desa, bumisi men berib taklif qilib boqay. Bo'ldi. Uning puti bor. Uning kildig'anligiga ishinaman. Payjon. U keldi. Xo'majon, tez. Ayinaxon qiz, xush kelibsiz. Yanpayjon. Bu taktikangiz toza aqllanib bo'lmadi-ku deyman. Meni ziyofatga kelishga majburlash uchun paylashga odam avatganingizdan qarang. Bunchalar qilib nima ketdi? Bularning hammasi sizning bexatarligingiz uchun. Hozir Tahar siz tasavvur qilgandagidek tinch emas. Bu yerda yoshirinib olgan dushmanlar ko'p. Ular fursat izlab sizga avorchilik deb berdi. Shunga sizga qarta zarur bo'lgan qo'g'dash tadbirlarini qo'llandim. Buni to'g'ri tushungaysiz. Marhamat. Ular sizlarning dushmaninglar. Mening emas. Men bir oddiy puhra. Sizlar bilan qilch chetishligim bo'lmasa, ular meni nima qila oladi? Ayinaxon qiz. Dadangizmi oddiy puhra edi. Undaqda Majanjang nima uchun uni qum davoniga olib ketadi? Ayinaxon qiz. Bugun sizni taklif qilib kelishimda boshqa maqsad yo'q. Birinchidan, bir-birimizga bo'lgan samimiyatimiz orqali oramizdagi uqishmaslikni tugatmoqchi. Ikkinchidan, oilanglardan qarz olgan ochliq bilan yam-xashakning pulini sizga qaytarib bermoqchi. Yo'pam.